baxt izlagan qiz. 10-qissa. Dadam, opang seni tuqqan kuni dunyoda mendek baxtlik odam yo'q edi. Tuqqanlarga, qo'shnilarga 3 kun to'y berdim. Sen birli o'g'il bo'g'ashqa deganingning hammani qilib berdim. Hech nimani kam qilmadim. Lekin o'ylamabdikanman. Odamdimmi sendek axlat odam tug'iladi ekan. Ya bo'lmasa qo'shnilarga mening axlat o'g'limni ko'rib qo'yinglar deb qayta to'y berishim kerakmi? O'z farzandigimga otaliq mehrni beramagan odamga mening mehrimni berishimning o'rni yo'q. Seni 30 yil beqibdimi? Bolangni boqalayman. Endi seni bu uyda bola qatorida ko'mayman. Yo'qol. Deginicha yuragini tutib yetib qoldi. Men bo'lsam, dada xapomig'i, men ezibdiman jinim dada. Meni kechir. Men bundan keyin dadalik majburiyatimni yaxshi ado qilaman. Qizimga ko'yinaman. Endi uni boshqalarga bo'za qildirmayman jinim dada. Meni kechir, men ezibdiman. deb to'xtamay takrorlayotdim. Biz turgan uydan chiqqan ovozni anglagan opam va boshqalar yugurib kelib, hammamiz patbaraq bo'lib dadamni doktorxonaga elib maqtoq. Dadam doktorxonada izchil jiddiy qutqizildi. Va shu jarayonda doktor biz bilan ko'rishinglar degan vaqtda men kirib dadamning qo'llariga esilsam, lekin bichora dadam menga qarag'i ko'zi yo'q, mangulik ko'z yumdi. Ko'z yoshlarim mag'zimni bo'ylab yerga tomchiydi. Biroq nimani qilsam o'rniga kelmaydi. Mening nodonligimdan dadam menga nafratlanganidan, hatto o'lishdan burun menga birma qarab qo'ymagan. Beshimni otalochi mehr bilan birani silabmi qo'ymagan edi. Dadamdan ayrilib qolgan edim. Shundoq azoblandim. Bu ishlarning hammasini yanala marhabodan ko'rishni o'ylaydim. Lekin yanala marhaboni sig'ingan yuragimning azobini malika bilan to'ldirmoqchi bo'lardim. Lekin boshqalardan marhabo to'g'riliq bir ishni anglab qolsammi, anglamasqa selib o'tib ketdim. Malika bilan kunlarimiz xeyli iziga tushib qolgan edi. Shundoq yurib, oradan 1 yil o'tib, malika bilan to'y qilgan kuni onun op-oq to'yko'ngla kelgan holatini ko'rib, xuddi marhaboni ko'ygandek, onun bilan qayta to'y qilib olgandek bo'lib, birgalarimdan malikani marhaboga o'qitish qidirishdim. Tan olaman. Marhaboni haqiqatan bakmi sig'ingan edi. Shularni o'ylab, ko'z yoshlarim yuzlarimni bir og'an edi. Malika bo'lsa mendan, "Nimaga yig'laysiz?" deb hayronlik nazarda so'raydi. Men bo'lsam, oningdan yushirish uchun, "Siz bilan to'y qilganligim uchun xushal bo'lib yig'layapman, kalva", deb qo'yatdim. Shu kundan keyin qizimga bakrak ko'yindigan bo'ldi. Uning qizi mening qizim. To'rtimiz bir uyda birga turmush kechirdik. Qizim dadamning o'limidan keyin ichiga bak elib ketdimi qandaq, hech kimga eg'iz ichib so'zlamas bo'lib oldi. Men qizimni xush qilish uchun shuncha tirishsammi, lekin qizim mendan bo'lsa yot odamni ko'rgandek yiqib qochadi. Shu vaqtlarda Malika, "Siz har qancha qilsangizmi bilmaydi u. Xudo opsidakla", deydi u. Shu vaqtda men Malikaga sat qarab, "Nima deyapsiz? Kimni tillayapsiz? Mayli qandoqli qilsin, bu mening qizim", deb qizimni quchoqlaganimcha uningga qarab vaqiraydim. Men kunduzlari ishga kelsam, ba'zi kunlari hatto ismini qo'shib ishlab qoldim. Uyga kelganimda bo'lsa, Malika issiq tomoqni etib, oldimga qo'ysa, orqaligimni unutib, ikki qizlarimni erkiltatdim. Malika mening o'ylaganimdek uncha askima emas edi. Har holda qizimning o'z opisi qilolmaganlarini qilyotdi. Buningdan yana bir yerlarimdan xursand edim. Shundoq kunlarning birida qo'shni hadimizdan mundaq bir gapni anglab qoldim. "Parizatning qizi doim qizingizni yaklab, yetim bola, bu sening uying emas deb bo'za qiladi ekan." O hadimiz yana o'yinchiqlarini tatib bilib, oningga bermaydiganligini, Parizatning qizimni yetim o'g'liq deb silkishlab, qo'rsqiga tuzuk tomoq bermaydiganligini, texi
belikida ko'kning izi borligini ko'rganligini aytdi. Qizim mendan bak yiqqashqa odatda uninga ancha diqqat qilmagan ekanman. Burun Malikini qizimni o'z qiziga o'xshash ko'ring deganimda, "Vali, nimishqa menga ishonmaysiz? Kichkina bolada nima gunoh? Men uni nima qilib ketarman?" deganlari esimda bo'lg'ashqa, uni bunda qilmaydi-ku deb xo'shlarning gapiga bir ishinib, bir ishonmay uyga kirib qizimning beligini echib qaradim. Qizimning beligida rostilla ko'kning izi turardi. Parizatdan so'rsam, o'rmag'anligini, cho'qim yiqilib tushib ko'kirib qolganligini aytdi va orqasidan "Bu cho'qim qo'shnilarning oramizga sovuqchilik selish uchun topgan gaplari. Ularning gapiga ishonmang" dedi. Menmo oilamni buzmaslik uchun ortiqcha so'ramadim. Bu ish mush beti besiqib xizmatim oldirash va jiddichilik ichida o'tkashga uyga qaytib bo'lamay qolardi. Yana kelib Malika bilanmi to'liq urushib, Malika quloq mengamni yeb bo'ladi. Shungami uyga ancha qaytqim kelmaydi. Bir kuni ishdan vaqt tushib, uyga qaytib qarasam, uy ichi qop-qo'riq. Hamma narsalarni xuddi birisi elib ketgandek qiladi. Qo'shnilardan anglashimcha, Malika uyda zerikib, do'stlari bilan o'ynab kelish uchun sirtqa mengib, oltin zibizindatlarni taqab chiqishni o'ylab, tortmani olsa, o'zining eng amroq cho'ng uzukini topolmabdi. Va jiddichilikda uyning hamma yerlarini oqtiribmi, uzukini topolmagandan keyin ochiqida qizimdan gumonlanib, qizimni oltin uzukimni o'g'irlading deb qo'shnilarning oldida urib oqtiribdi. Qizim qo'rqqanidan bo'z tugilib titrab ketibdi. Qo'shnilar shuncha nasihat qilgan bo'lsa-mu, Malika boshqalarning oldida qizimning shundoq bak g'ururiga takkudak qiliqlarni qildi. Lekin qizimni oqtirib, qizimdan hech narsa topolmabdi. Qizim bo'lsa qo'rqqanidan ham kichik bo'lsa-mu, boshqalarning uningga g'alati nazarda qarashdan nomus qilib, yig'lig'inicha uydan chiqib ketibdi. Shularni anglab, qizimdan qattiq ansirab, qizimni izdigili sirtqa chiqdi. Shuncha izdigan bo'lsam-mu, lekin izdab topolmay, butun badanimni tarqaplagan holatda uyga qaytib keldim. Lekin uyga qaytib ko'rganimda bo'lsa, marhaba bilan qochgan mening burunqi eng yaqin do'stim Farhod badallari qonga bo'yalgan qizimning yanida qizimning jasadini yelpib o'ltiradi. Yugurib berib uning yoqasidan oldim. U meni bir muselib mening so'zishimga fursat bermasdan, "Marhaba, yuqumliq kasallar bo'lib qolmasdan, yana limfarakining oxirgi bosqichida edi. Seni qiynamaslik uchunla ikkimiz mush hikoyani to'qib, sening yukingni yengillatib, sening yaxshi turmush kechirishing uchun shunday qilgan. Ayoling seni hayotining oxirigacha so'ygan. U seni bak yaxshi ko'radi, bilamsan u hayvon. Lekin sen-chi, muhabbatingning mevasi bo'lgan qizingni mi qo'g'diyamapsan?" dedi. Yer zamin titragandek bo'ldi. Burun qilganlarim, nodonliqim mana endilikda meni hech nimasi yo'q, hammadan ayirgan qalandarga aylantirib, o'zimga hassilab qaytdi. Balkim har bir inson hayotida shundoq ma'lum sabablar bilan ozsa kerak. Lekin men boshqalarga selishtirganda haqiqatan oz ozmagan edim. O'maq qizim, yaxshi ko'rgan ayolim va mehribon yo'lboshchim suyimlik dadamdan ayrilgan edim. Ammo men ayolim marhaba bilan to'y qilganligimga garchi oxirida bir yerga kelanmay vaqtsiz ayrilgan bo'lsaqmi, biz to'y qilib toki u meni tashlab ketkichi bo'lgan kunlarimga pushaymon qilmaydi. Albatta qalbimda hali ham uni yaxshi ko'radim. Mayli qanchalik yaqinlarimizdan ayrilib qolsak qolayli, cho'qim chidab yashamasak bo'lmaydi ekan. Gerçi ayolim marhaba va qizim ketib qolg'ili xili kunlar bo'lsa-mu, lekin ularning soyisi menga agishib yuradi. Xiyolimda kunda atigini ayolim va qizim bilan tang noshtilik qilib, billa xo'shal-xuram holda hammamiz o'z ishimizga qaytdik. Gerçi qizim bu dunyodan ketib qolgan bo'lsa-mu, har kuni cho'qim uning maktabiga berib,
qizim o'ltirdigan o'rindiqqa qarab, xuddi u hozirmi bordikidek, hozirmi sinfda o'ltirib dars anglayotgandek tuyg'uda bo'ladi. Kechalari bo'lsa, uning eng amri qo'nchiqini xuddi qizimni bag'rimiga bosgandek yuragimga ching besib hikoya aytib berardim. Ammo bularning hammasi cho'sh. Amaliyatimda yuz bermagan ishlar edi. Opammi ham mush sababdan meni nurg'un qitim yeniga chaqirtib, "Balam, sening qizing ayoling tugab ketgili. Allaqachon 20 yil bo'ldi. Sen hozir o'zing yolg'iz, bilaman. Har kishiga yolg'iz yashash haqiqatan og'ir keladi. Ammo cho'qim mushu oldingdagi reallikqa yuzlanib, o'tmishingda mayli qandoqli xatolik o'tkazgan bo'l. Ularning hammasiga xotima berib, cho'qim hozir senga muhtoj bo'lgan kishilar uchun bo'lsa-mu, yaxshi yashab, yangi turmushingni boshlashing kerak, dedi. Lekin men nimali qilay, o'tmishimdan zotili chiqolmayotgandim. Ana, shunday o'tayotgan kunlarimning birida do'stlarim bilan aloqa qilgim kelmay, o'zimni faqat to'ttam va ayolim bolamning rasmini hamroh qilishga odatlanib qolganligim uchun ichim ochiq bo'lib, sirtdan aroq elib kirib, aroqni bo'lishig'icha ichib, ichimni bo'shatmoqchi bo'ldim. Aroq degan narsa botolka ichida jim turg'ini bilan qo'saqda jim turmasi kerak. Aroq qo'rsqimga kirgandan keyin ta'sirini ko'rsatishga boshladi. Yana kelib mening ichib olganimmi yuqori gradusli aroq bo'lganligi uchun ayolim bilan doim birga boradigan osma ko'rikka berish uchun choponlarimni kiyib, shu ko'rik tarafga qarab yo'l oldim. Yo'lda mang'icha nurg'un kishilar menga boshqacha nafrat nazarda qarayotgandek bo'ladi. Bir chamdab, ikki chamdab daldang'ishib yurib, oxiri marhaba bilan go'zal aslamalarimiz yug'urilgan bu joyga kelib to'xtadim. Baxt izlagan qiz. 11-qism. Ko'nglimdagi barliq gap so'zlarimni xuddi marhaba mushu joyda bordikidek, xuddi burunqidek qo'l tutishib, quchoqlashib turganimizdekla uningga bayon qilishga boshladim. Marhaba. Sizni qanchalik sevganligimni bilmaysiz. Nemishqa qizim ikkinglar meni bundaqli yolg'iz tashlab qo'yib ketisizlar. Boshqalar o'z nazarida meni sarang deb o'ylaydi. Amaliyotda men sarang emas. Sizlar uchun har vaqt menga hamroh bo'lasizlar. Siz bilan o'tkazgan o'sha minutlarimni to'limi sig'indim. Mening nima gunohim uchun meni nemishqa buncha jazolaysiz? Nemishqa o'zingizning og'ir kasal ekanligingizni menga demaysiz? Siz menga shundoq o'moq, aqlli qiz tug'ib bergan edingiz. Uni siz yaxshi ko'rgandekla yaxshi ko'ratdim. Shunlashqimi, siz meni tashlab ketganda ichimdagi butun ochiqimni o'moq qizimizdan chiqardim. Oxirida uningdan ayrilib qoldim. Ajiba, mening rostli baxtli bo'lish huquqim yo'qmi? Shunaq dedim hamda rishotkaga esilib yig'lashga boshladim. Bir oz yig'lab, ichimni bo'shlab olgandan keyin uyga qaytmoqchi bo'lib, yana bir chamdam, ikki chamdam dastlab daldangshib uy tarafga qarab maqdim. Lekin yo'lda mengayotqucha yo'lda bak diqqat qilmaganimdimmi yoki toza kallam sagak emasmi? Shiddat bilan ketayotgan mashinaga so'qilib, o'shimdan ketdim. O'shimga kelsam, doktorxonaning kasal karvatida ekanman. Ikki putimni bo'lsa, doktorlar tengib qo'ygan bo'lib, qiynalib yotolmay qolib. Opam mening o'shimga kelganligini ko'rib, "Oy, jinim balam, mening tatliq o'g'lim. O'shingga keldingmi, balam?" deginicha meni quchoqlab, yuz ko'zlarimga so'ygach, "Oxiri o'shingga kelding, jinim balam," deyishga boshladi. Bugun nurg'un tuqqanlarimiz meni yo'qlab kelgan edi.
Men opamga qarab, "Opa, mağzada nemish bo'ldi? Putumga nim bo'ldi? Nemishga tengib qo'ysala?" dedim. Opam, Balam, sen hoşsuz yatqılı, bugün sağ 2 gün bo'ldi. Uyga ancha yiroq bo'lmagan bir yerda mashinaga so'qilgan o'xshaysan balam. Şoförmü yaxshi niyatlik, esil bola ekan. Seni dal vaqtida doktorxonaga elib kelgashga sana hech ish bo'lmadi. Ammo putuning so'ngaklari uvilib ketibdi. Shuning uchun bir oygacha doktorxonadan chiqolmasliging mumkin ekan. Endi bu avarchilikni ko'ring. Haraq ichib, kallamdan adishib, yo'lni o'ngshab manganmay, endi mush kuniga tushkunimni qara. Opam bechoriga oz emasdi. Mendek bir vafosiz, karg'i kammas o'g'ilni tug'ib, mana emdilikda opamning dardining ustiga dard qo'shish bilan birga o'zimning ig'irini ortishga boshladim deb o'ylab o'tirdim. Faqat ichimda doktorxonadan chiqqandan keyinla cho'qim yaxshi odam bo'laman. Hayotimni qayta yangi boshdan boshlab opamga burun beramagan mehrimni, elib beramagan sovg'alarimni elib berib, opamning jafosini yengillatib, mendan kutgan umidini amalga oshiraman deb o'yladim. Mana putum ching yo'gaklik nech qatdagini oladigan kunmi keldi. Doktorlar dakini elib etsalar, bemalol mangalaydiganligimni aytdi. Menmi buningdan intayin xush bo'ldim va tezroq dakining elinishini saqladim. Lekin daki elinish bilan mening va opamning tuqqanlarimning intizorlik bilan kutganidek ish bo'lmasdan, aksicha putumni ozroqmi metril-tanmadim. Doktorlar mening putumning ba'zi tumorlarining uzilib ketganligini, shuning uchun putumga ta'sir qilib manganmaganligimni aytdi. Bir odamga falokatchilik manga kelgandek kammas. İçim shundoq ochiq bo'lib, amalsiz ko'zlarimdan sirg'igan yoshlarimni opamning suratiga qarab yotdim. Oilamizga yana bir ig'ir yukni ortib, opamning zimmasidagi azobni yana bir qitim ig'irlatgan edim. Putum mushundoq bo'lib uzoq o'tmayla menmi turmushning qisishi bilan o'zimga yangi qiziqish, shundoqla yangi huzur tepib oldim. Men har kuni degidek choqliq o'rindiq bilan bir qahvaxonaga berib kitob o'qig'ach, o'zim har xil hikoyalarni yozib, til yoziqchilik qobiliyatimni oshirish bilan birga o'zimning boshdan o'tkazgan hikoyalarimni yozib pul topadigan bo'ldim. Mushunda qilsamla, ondan o'zimni haqiqiy yashayotgandek his qilardim. Mana bugunmi yana shu uyimga yaqin qahvaxonaga berib, aynaklik derazaga yaqin kelib o'ltirib, butun zehnim bilan o'zim eng yaxshi ko'radigan romanni o'qib o'ltirdim. Bu roman haqiqatan kishi qoyil qilarlik darajada yaxshi yozilgan edi. Kitobga bak berilib ketganimdan ko'zim og'rib, chinqilib ketgandala, ondan beshimni ko'tarib, ko'zimni orom oldirishni asga elib, aynak
keyin. İne, sizga gapning rostini qilmasam bo'lmaydi. Putingiz bag'ansir ig'irlashqila turibdi. Cho'qim cho'ngroq doktorxonaga opirib operatsiya qildirmasangiz bo'lmaydi. Putingizga balkim ko'proq pul ketib qolishi mumkin. Oilanglarning iqtisodiy ahvoli manga ayon. Sizmi necha vaqtdan buyon putingizni davolatishga oz kuchimadinglar. Nurg'un chiqim ketdi. Balkim bu qitim sal qiynalib qolishinglar mumkin. Men sizga azonroq dorilarni yezib beray. Shuni iste'mol qilib turing. Men amalsiz doktorga boshlang'ich deb rahmatimni bildirgandan keyin doktorxonadan qaytib chiqdim. Putimni saqaytishga nurg'un pul ketadiganligini anglab, ko'nglim to'limi yerim bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bugunmi yana osh qizni ko'rdiganligimni o'ylab, qiziqish va ishtiyoq ilkida qahvaxonaga chaqliq o'rnig'im bilan oldirab mengishga boshladim. Bugun u qiz hech keladiganda qilmaydi. Qahvaxonami shunchalik jimjit bo'lib, bu qahvaxonaning mulozimlari to'limi mehmondo'st edi. Ba'zida tex men bilan chaqchaqlashib, paranglashib qo'yatdi. Mana qahvaxonaga kelib, shuncha uzun vaqt bo'lib, u qizni yana ko'rolmaganligim uchun yana shu kona odatim bo'yicha kitob o'qishga boshladim. Har qitim kitob o'qisam, xuddi kitobda aytilayotgani mening hikoyamdagideklar boshqacha bir g'oyiviy fantaziyalik dunyoga sho'ng'iydi.
qahvaxona xizmatchisi dal men har kuni uni ko'rdigan ashu aynakni surtib oldimda to'sib oldi. Uning kelganini g'ilpalli ko'rdimda choqliq o'rindiqni bor kuchim bilan ittirib chiqdim. Uning bilan ko'rishib, ko'nglimdagini aytish uchun shuncha tayyorlik qilgan bo'lsam-mu, lekin u allaqachon ketib bo'lgan edi. Uning bugunmi meni ko'rgan yoki ko'rmaganligini, menga qo'l pulangishtgan yoki pulangishtmaganligini uqmaydim. Ichimda cho'qim omu menga qo'l pulangishdi deb o'ylaydim. Ko'nglim yerim qaytib kirib ketish uchun orqamga burilib, qahvaxona xizmatchisi surtayotgan aynakka qarab, texima hayron qoldim. Aynakdan do'kon ichini ko'rgili bo'lmaydi. Faqat do'kon ichidagi odam sirtini ko'ra oladi. Demak, necha vaqtdan men quruq xo'shal bo'lib, xom xiyol surib kelgan edim. U qiz bo'lsa, menga emas, aynakdagi o'ziga qarab mamnun bo'lib mangan edi. Uning qo'l pulangishchiga tang qo'limni pulangishtirib, uni uzutib, bu gullarni tayyorlab ketganimni ko'mamdigan. O'zimning qiliqlarini zanglik qilay desam, tig'i. Bu ishdan keyin garchi ko'nglim to'limi yerim bo'lgan bo'lsa-mu, lekin necha vaqtdan shu qiz uchun, shu qizni ko'rish uchun uning necha vaqtdan beri meni g'oyibiy muhabbat dunyosiga boshlab, meni yangi boshdan uyg'otib, meningmi ham uning uchun shuncha qilganlarimni o'ylab, xo'shal bo'lib qolatdim. Shu kundan keyin yana shu qahvaxonaga ko'p qatim berib, uning yana o'zini tuzashtirib, kulib o'tib ketganiga qarab turdigan bo'ldim. Yozma kep qog'ashqa kunlarimning ritmi va kunduzlik turmush odatimni yana bir qitim yanglash uchun bog'chalarda may bo'yoq rasm sizish va gitar chalish bilan o'tkazilgan bo'ldi. Men nimishqikan odam yo'q jimjit, ya'ni to'limi yaxshi ko'ratdim. Shu xil muhitda xuddi o'zimga qayta oladiganlik bo'latdim. Garchi rasmimga birsi baho berib boqmagan bo'lsa-mu, uyga opirib, opamga ko'rsatishdan xijil bo'lib qo'yib qo'ysam, opam o'g'irliqchi ko'rib, haqiqatan bek chiroyli sizibsan o'g'lim. Sening rostila talanting bor. Amaliyotda sen bir ko'milib qolgan oltin. Cho'qim aman bir kuni parlaysan. deb menga madad berdi. Opam uchun bo'lsa-mu, cho'qim teximi tirishib, opamga teximi yaxshi, go'zal kunlarni ko'rsatishni o'ylaydim. Yana optob parlab chiqqan dam elish kuni, lekin mening muqim xizmatim bo'lmaganligi uchun har kuni men uchun dam elish kuni. Bugunmi bog'chaning gullar hüppida echilib, butun atrofni yeshillik qoplagan yerga kelib, rasmni ishtiyoq bilan sizayotsam, egiz pashninliq oyoqni tasildib dastlab, egizli bo'lsa, xuddi hayotida seg'iz chaynab boqmagandek, pas-pas etildirib chaynab, nihoyat zamonaviy kiyinib olgan bir qiz sizg'an rasmimni o'rib etibla, mendan kechirimni so'ramasdan menga qarab, ko'zing yo'qmi sening? Nima putlashadigan yerga tizib olasan narsalaringni? deginicha o'tib ketdi. Xato ko'rmadim. Bu naq men necha vaqtdan qahvaxonada ko'rishni orzu qilib, umid bilan saqlagan qiz shu edi. Men uningga shuncha gap qilgan bo'lsa-mu, ammo men hatto uning ismini bilmaganligim uchun uning menga olib o'tib ketishiga qarab turdim. U menga vaqirg'inicha bog'chaning oldidagi yo'lga chiqib, uzoq o'tmayla to'limi yuqori suratda kelgan mashinaga so'qildi. Ko'z oldimdagi bu manzaraga ishonmay qolyapti. U qiz ying'irg'inicha ikki putini tutib yerda yotibdi. O'zimmi bu xil og'riqning ta'mini his qilib boqqachqa, ko'nglimda uningga to'limi ichim og'riyotdi. Birdanda xeyli ko'p odamlar to'plashgandan keyin oradan biri jiddiy qutqizishga telefon qildi. Bir ozdan keyin doktor mashinasi kelib, uni elib ketdi. Uning qandag'roq bo'g'inni uqolmaydi. Nimali demagan bilan
burun unuğa nisbatan yurkim so'qib boqqan bo'g'ashqa ichim titildayotdi. Uyga qaytib, opam etgan tomoqni yeyishga ko'nglim bormayotdi. Tomoq bir yanda tursin, opam menga so'zlasimi, asyodim joyida emas bo'lganligi uchun opamning so'ragan savollariga taq-tuq javob berdim. Opam mendan: "Voy o'g'lim, sana yana neymiş bo'ldi? Bugun yana belakchilik bo'lib qolsan-ku." deb menga hayron qilib o'tdi. "Yo'q opa, sizga shunday tuyulgan o'xshaydi. Yana kelib, menmi ozroq charchab qopdiman" deb gapni yo'shirmoqchi bo'lardim. Atsi yana oldingi qitimliq doktorim bilan deyishib qo'yganligim uchun baldurli o'rnimdan turib, tayyorliklarimizni yaxshi qilib doktorxonaga keldim. Doktor menga mening kasallik ahvolimni tushuntirayotgan bir Tunis sima sestraning yordami bilan meyiplar harvisini ittirginicha kelishga boshladi. Bu yiliq kuni mashinaga so'qilib ketgan, yana tehi bir mazgil meni o'ziga mahliya qilib, tanho so'yginiga asir bo'lishimga sababchi bo'lgan yiliq qiz shu edi. U qiz bo'lsa yerga qarab, ko'nglida nimalarnidir o'ylab, xiyol surginicha choqliq o'rindiqda o'ltirardi. U sestraning yordamida choqliq o'rindiqni ittirib, naq oldimga kelgan osh paytda beshini ko'tarib menga qaradi va ko'zlari yo'g'inashqa boshladi. Ikkilamiz shu topda bir-birimizga qarab hayron qilishib o'tirdik. Mening ko'nglimda nima o'ylayotganimni uning ko'nglida nima o'ylayotganligini men bilmaydim. Doktor uningmi xuddi menga deganga o'xshash: "Sizmi yoshli qizkansiz? Hozirgi kasallik ahvolingiz mushu yigit bilan o'xshashgan. Ikkili putingiz normal ishlash iqtidorini yo'qotibdi. Davolab saqaytish uchun nurg'un pul ketdi. Agar siz davolanishga ketadigan barliq chiqim rasxodlaringizni tayyor qila olsangiz, doktorxonadagi eng dongliq mas'ul vrach va boshqa cho'ng doktorxonalardagi professorlarni taklif qilish orqali putingizni operatsiya qilishni boshlaymiz." U qiz bo'lsa: "Doktor, men o'zim yolg'iz bir tala qiz. Gerçi ishga akam bor bo'lsa-mu, ular menga qaramaydi. Shuni siz aytgan va siz ko'rsatgan talondagi buncha ko'p pulni to'lashga amalsizman. Shuni hozircha ba'zi to'varak davolash turlari bo'lsa, qabul qilgan bo'lsam" dedi. Doktor: "Bo'ladi, tushundim. Onoq bo'lsa, men sizga unumi yaxshi, bosimi muvofiqroq bo'lgan bir qism dorilarni yozib beray, ha?" deginicha retsept qog'oziga bir muncha dorilarni yozib berdi. Qiz bo'lsa o'n-tinsiz o'ltirardi. Ichimda o'mi menga o'xshash sho'rpeshoni bo'lsa kerak deganlarni o'yladim. Men doktorxonadan qaytguncha uning ko'l bo'yida yolg'iz yig'lab turganligini ko'rdim. Ham uningga ichim og'rib, uning yeniga berib, uning bilan paranglashdim. "Yaxshimsiz? Mening ismim Vali. Sizni xeyli burunli ko'rgan edim. Lekin siz menga ancha diqqat qilib ketmagan. Men esingizdami?" dedim. U menga qarab: "Dunyo ajab muadil bo'ladi ekan deysa. Men burun sizni meyib deb ko'zga ilmay, qo'pollik qilib ekanman. Lekin kimmi o'ylasin, bugungi kunlikda meningmi sizga o'xshash chaqliq o'rindiqqa tushib qolishimni" dedi. Men bo'lsam: "Nimishqa o'zingizni meyib deb o'ylab olasiz? Amaliyotda jismoniy jihatdan meyiblikqa qaraganda ruhiy jihatdagi meyiblik hammadan da qo'rqinchli, tushunamsiz? Menmi ilgari sizga o'xshash meyiblarning, kasal og'riqlarning haqiqiy dunyosini tushunmaydim. Ammo men mushu chaqliq o'rindiqqa tushgandan beri har bir insonga oson emas ekanligini, har bir odamning yashash jarayonida ma'lum bir sinoqlarga, nurg'un qiyinchiliklarga uchraydiganligini, faqat shu haqiqatga yuzlanib, qaysarlik bilan reallikka yuzlanib, shu xil turmush ritmiga ergashgandila, ondan turmushingizdan ma'naviy ozuqqa erishib, yaxshi yashashingizga ul sola oladigansiz" dedim.
u bo'lsa mening gapim qilch ta'sir qilmagandek ko'lga qarab nimalarnidir xiyol surib o'ltiradi. Men uningga har ikkilimiz o'xshashganmiz. Xohlasangiz do'st bo'lib qolaylik. O'zaro qiyinchiliklarimizni tang hal qilib, mushu qiyinchilik kunlardan birlikda o'taylik, dedim. Ani shu kundan keyin ikkilimiz xili obdali chiqishib qoldik. Menmi o'zining rasmini sizib berishimni aytdi. Men qo'shilib, inchiklik bilan uning rasmini o'z ayni sizib berdim. U odam men sizgan rasmdan rozi bo'lgandan keyin menga bir tal lipopni tutqizib qo'yib, boshqa gap so'z qilmasdan rahmatini bildirib, tezlik bilan ketib qoldi. Men buning nimaligiga qiziqib, lipopning ichini ochdim. Lipopning ichidan uning menga yozgan bir parcha xati bilan yana bir tal lotoriya bileti chiqdi. U yozgan bir parcha xat ustiga munolar yozilgan edi. Aynan dunyo haqiqatanmi mehr muhabbat, xo'shal xuramliq va o'zaro yordam, ijil inoqlik bilan go'zal bo'ladi ekan. Meningmi asli mushu go'zal dunyodan uzunroq huzur surgim bor edi. Afsus. Men bulardan uzun huzurlanishga amalsizman. Bir hafta burunla siz bilan sizning loyiqinglarni ko'rdim. Ikkinglar bir-biringlarga qo'yma mos kapsizlar. Sizlarga havasim keldi. Shundaqla yana shu kash o'zimning oshqozon rakining oxirgi bosqichiga berib qolganligimni bildim. Menmi ilgari ikkinglarga o'xshash pak muhabbatga erishgan. Hammadan uning bilan o'rtoqlashsam deydi. Lekin kim o'ylasan, musholig'i tushib qoldim. Bu lotoriya biletidan chiqqan pul balkim ikkinglarga asqaytib qolsa ajab emas. Har ikkinglarga tinch amonlik va baxt tilayman. O'qib mushiyaga kelganda dunyoning go'zalligiga yana bir qitim ishondim. Lekin o'ylaganim shu bo'ldiki, bu lotoriya biletidan mening o'ylaganimdanmi to'limi jiq pul mukofot chiqqan edi. Men bu xush xabarni Kamiladan yushurin tutib, uni tuyuqsiz xush qilib etish uchun udul uning mas'ul doktoriga aytdim. Uning mas'ul doktorimi meni qo'llab, mening fikrimga qo'shilib, uningga siz nihoyat oq ko'ngil birining yordamiga erishibsiz. O o'zining kimligini sizga aytmang degan. O sizning barliq davolanish chiqimingizni ko'tardigan bo'ldi, dedi. Kamila bo'lsa bu tuyuqsiz kelgan baxtdan angvi qibli qolgan edi. Lekin men bilatdim. U ko'nglida to'limi xo'shal bo'lgan edi. Lotoriyadan chiqqan pul bilan Kamilaning putini davolatqizdim. Chunki Kamila xo'shal bo'lsa, hammaga rozi bo'lardim. Lekin Kamila bo'lsa aks chiqqan edi. Uning puti saqiyib, uzoq o'tmayli bir kun rasm sizib o'ltirgan Kamilaning birsini qo'ltiqlab manganligini ko'rdim. Ko'zlarimga liqqida yosh kelgan bo'lsa-mu, chidab undimadim.
Nimishqim mushundaq baxtsizlik mening beshimga keladigandir. Acaba men uni degandek xo'shal qilamidimmi? Deganlarni o'ylaydim. Ikkimizning baxtli kunlarimiz ana shundaq oxirlashdi. Lekin uzoq o'tmay menga omad qushi qo'nib, sizgan rasmlarim bir xo'jayinga yarab qilib, rasmlarimni yuqori bahoda saytib oldi. Menmi rasm sotgan pul bilan putimni davolatib, bejirim mangadigan bo'ldi. Rasm sizish jihatda danqimni xeli chiqib qolgan edi. Lekin bir kuni do'stlarim bilan birga o'ltirib, qaytib-atqach Kamilaning mendan yuz o'rib topgan odamidan tayoq yeb, yo'l ustiga yiqilganligini ko'rdim. O mening ishonchim va muhabbatim hammasini elib, meni qo'riq bir ustixonga aylantirgan bo'lsa-mu, ammo men o'z tirishchanligimga tayinib, qaytadan tik turgan edim. Aziz anglag'uvchilar, Baxt izlagan qiz nomli asarning barliq qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.